Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qiziltepamizga xush kelibsiz Rahmat. deymiz. Navro'z ayyomida, ya'ni hayit ayyomlarida sizning qiziltepaliklar uchun ajoyib tilaklaringiz. Rahmat. Avvalambor hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Mana yana takror keladigan joyimiz Qiziltepaga yana keldim. Odamlariga ayniqsa besh ketaman, chunki juda ham xushchaqchaq, juda ham yaxshi kutib olishadi. Kim qaysi san'atkor kelishidan qat'iy nazar, men shu joyni yaxshi ko'raman Qiziltepani. Bugungi xalqimizni mana shu kayfiyatini ko'rib, o'zimning kayfiyatim juda ham yuz bo'lib ketdi. Bayram ustiga bayram, mana shunaqa yurtimiz tinch, shunaqa yarashadi shunday bayramlar. Ko'p bo'lsin ilohim. Men tilagim hamisha mana shu xalqimizning har bir xonadonda tinchlik, osoyishtalik, xursandchilik bo'lishini men Xudodan so'rab qolaman mana shu katta ulug' ayyomlarda. Katta rahmat, bilamiz siz Qiziltepada doim hurmatdasiz. Rahmat. Ko'pgina bayramlarimizda san'atkorlar ichida sizni ko'p taklif qilamiz. Katta rahmat. Yana mehmon bo'lib qolishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Qiziltepaliklar sog' bo'linglar. Rahmat sizga.